O'zbekistonda itarib pul topishni sekretini sizlarga ochaman. Qozog'istondan, Rossiyadan qaytishni davri keldi. Sababi oyiga minimal $1000 dan maksimal $3000 pul topsangiz bo'ladi. Qarang, ikkita odam bemalol shuncha pulni topaverasiz. Shunday qilasizda, buni xohlagan odam qilsa bo'ladi. Mana bunday qilib salafan bilan o'rab qo'yasizda, qishli kunida ham bemalol soqqali ishlarni qilsangiz bo'ladi. Shogird chiqarsangiz yana ham ko'p pul topasiz. Buning uchun apparat olishingiz kerak. Apparatlarimiz narxi $900 dan $1200 gacha bo'ladi. Xo'p, panelimizga keladigan bo'lsak, panelimizni razmerlariga qarab narxi o'zgarar ekan. 3 santimetrligi bo'lar ekan, atigi 90 ming so'mdan bo'lar ekan, 5 santimetrligi bo'lsa 110 ming so'mgacha bo'lar ekan. 100 kvadratdan oshganlarga dastlabkasi mutlaqo tekin ekan. Buni zo'r tomoni devor tanlamasi bo'ladi. 100 qishda muzda, yozda issiq bo'ladi. Konditsioner ham, pechkani ham o'rnini bemalol bosadiganidan bo'ladi. Kimga shu biznes qiziq bo'lsa, ekran pastida nomerlar bo'ladi, bemalol telefon qilsang bo'ladi. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Namanganda Uchqo'rg'ondan bo'ladi. Kelib o'rganadigan bo'lsalar, yotoq, oziq-ovqati hammasi tekin bo'lar ekan. Bizning kanaldan chiqarga juda ham jo'r skidkalar bor ekan. Telefon qilaverasizlar.